1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni bugun. Qadrli do'stlar, Surxondaryo viloyati Uzun tumanidagi dala maydonimizda Green Life kompaniyasining Hammer gibrid ekilgan 1-iyun 2026-yil. Hozir ushbu ko'rib turgan dala maydonlaringizga ikkita himoya qilish vositasi va ikkita oziqa qo'shib beramiz. Yomg'ir ko'p bo'ldi, may oyida. Yomg'irlar ko'p bo'lganligi munosabati bilan bizni rejamizda bundan ertaroq bunga himoya qilish vositalarimizni texnika orqali va o'stiruvchi simulyatorlarimizni sepishimiz kerak edi. Afsuski, yomg'irlar ko'p bo'lganligi tufayli sepa olmadik. Endi bugunga nasib qilgan ekan. Bugun 3 gektar va 20 sotixlik dala maydonimizdan hammasi har xil sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Qanaqa himoya qilish vositalari sepmoqchimiz, qanaqa rivojlantiruvchi stimulyatorlar sepmoqchimiz va qanaqa agrotexnik ishlovlar olib borildi va qanaqa mineral o'g'itlar berdik, dastur davomida to'liq sizlarga ma'lumot beramiz. Kuzatishda davom etinglar. Xo'p, qadrli do'stlar, 320 deb aytib o'tdim. Men turgan ayni karta 70 sotix dala maydoni. Bu yoqda yonimizda pomidor bor. Pomidordan keyin yana 50 sotixligimiz bor. Umumiy bugun himoya qilish vositalarini sepmoqchi bo'lgan dalamiz 1 gektar 20 sotixni tashkil qiladi. Naryoqdagi 2 gektarlik kartamiz sal maydaroq. Ushbu ko'rib turgan makka jo'xorilaringiz 19-20 aprel sanalarida ekilgan, sug'orilgan. Narigi tomondagi 2 gektarlikdagi dala maydonimiz 1-2 may sanasida ekilgan. Shuning uchun u orqaroqda endi selitrasini berib sug'orish ishlari bo'lyapti. Shuning uchun asosan bugun sizlar bilan 70 sotix, 50 sotix, 120 haqida gaplashamiz. Yuqorida aytib o'tdim, e'tibor berdilaringiz. Katta bo'lib ketdi-ku deyotgan bo'lishlaringiz mumkin. Ha, katta bo'lib ketdi. Biz o'zimiz ham ertaroq sepishni reja qilgandik, lekin imkoniyat bo'lmadi. May oyi bilasizlar, seriyon keldi. Nima haqida to'xtalmoqchiman. Yaqinda mana shu suvda bu dala maydonimizga gektar hisobida 300 kilodan azot berdik. Selitra ham deymiz, azot ham deymiz. Azotlarni berib sug'ordik. Endi himoya qilish vositalari va rivojlantiruvchi simulyatorlarni sepib, undan keyin bu safariga gektariga 300 kilodan karbamid reja qilganmiz. Karbamid berib sug'oramiz. Bugun qanaqa rejadamiz? Makka jo'xorilarga himoya qilish vositalari sepayotganda o'tgan safar ham Arate va Aproklem sepdik. Bitta tizimli ta'sir etuvchi va bitta kontakt ta'siriga ega himoya qilish vositalaridan sepdik. Bugun ham xuddi shunaqa Vinfos Petrochem Agro kompaniyasiniki ta'sir etuvchi moddasi Profenofos va Sipermetrin kontakt ta'siriga ega. Bilasizlar, kontakt ta'siriga ega deganim teksa o'ladi. Soddaroq tushuntiradigan bo'lsak, va tizimli ta'sirga ega bo'lgan o'sha mashhur FMC kompaniyasini AQShda ishlab chiqariladi. Karagen o'simliklarni himoya qilish vositalari qurtga qarshi. Demak, qurtlarga kontakt ta'sirga ega Vinfos gektariga 300 grammdan yarim litrgacha ekan. Biz 120 ga yarim litr reja qilyapmiz. Yarim litr Vinfos beramiz va 120 dalamizga 550 gram Karagenni hisoblayapmiz. Gektariga 400 gram hisobladik. 120 ga hisoblaydigan bo'lsak, tizimli ta'sirga ega Karagen himoya qilish vositasini sepyapmiz Vinfosga qo'shib. Buni sarf me'yoriga keladigan bo'lsak, Karagenni hozir 120 maydonimizga 550 gram sepmoqchimiz. Gektariga rasxodi 400 gramdan yarim litrgacha ekan. Ko'rib turibsizlar, bo'ylari baland makka jo'xorilarimizni bundan keyin dori sepadigan, ya'ni himoya qilish vositalari sepadigan imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hozir ozgina texnikamizdan kechikyapti. Hozir kelsa 550 gram 1 gektar 20 sotixga mana shu ikkita himoya qilish vositasini qo'shib sepmoqchimiz va undan tashqari bilasizlar, ozuqalar kerak. Doimiy makka jo'xorilarimizni Bereket Agro kompaniyasini o'g'itlari bilan o'g'itlab boryapmiz barg orqali. Birinchisi aminos, tarkibida organik moddalari o'ta yuqori va aminokislotalar ham yuqori bo'lgan o'simliklarni rivojlantiradigan, yashnatadigan stimulyatorimiz. Ikkinchisi Grow Plant. Grow Plant tarkibida fosfor yuqori bo'lgan ozuqamiz. Demak, Grow Plantdan 1 gektar maydonga 1 kilo hisobida hisoblayapmiz va aminosni ham 1 gektar maydonga 1 litrdan hisobini olsangiz bo'ladi, lekin biz ozgina 120 maydonimizga sal ko'proq qo'shyapmiz. Grow Plantdan 1,5 kilogram qo'shyapmiz va aminosdan ham 1,5 litr qo'shamiz hisobga to'g'rilab. Lekin katta dala maydonlari bo'lsa, siz gektariga 1 kilo Grow Plant va gektariga 1 litr aminos qo'shib sepishingiz mumkin. Texnika kelguncha ozgina vaqtimiz bo'lib qoldi. Nimagadir traktorimiz kechga qolyapti. Mana bu pomidorda aytib o'tdim. Sizlarga narigi 70 sotixlik kartani ko'rsatdik. Mana bu yerdan yaqinroq ko'rsataverasan. Bu 50 sotixlik kartamiz. Hozir naryoqdagi 70, bu yoqdagi 50 bilan ikkalasi
qo'shilgani 120 himoya qilish vositalari va oziqlantiruvchi simulyatorlarni shu dala maydonlariga sepamiz. Hozir sizlarga sal tushuncha bo'lishi uchun o'ylab qarasam, oldingi videolarimizni ko'rmagan bo'lishlaringiz mumkin, ma'lumotlaringiz bo'lmasligi mumkin. 2 gektarlik bo'yi pastroq sug'orilayotgan dalani ham biroz texnika keyincha ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun 2 gektarlik dala maydonimizga keldik. Bu yoqda yaqinda shu kunlarda 2 kun yoki 3 kun oldin selitrani berdik. Azotni gektariga 300 kilodan. Suvimiz sal kamayib qolgan hisobiga to'liq sug'orib bo'lmadik. Endi ozgina qoldi. Katta qismi sug'orib bo'ldi. Nimaga buni sizlarga ko'rsatyapman? Bosqichma-bosqich bo'lib qoldi dala maydonimiz. Narigi tomondagi 19-20 aprelda sug'orilgan dala maydonimizning makkajo'xorlari katta-katta bo'lib qoldi va bu 2 gektarlik dalamizdagi makkajo'xorlar mana shu ko'rinishda, sizlar ko'rib turgan ko'rinishda azotini berdik. O'zi aslida mana shu holatda ikkinchi ozuqani bergan bo'lishimiz kerak edi. Lekin afsuski ko'p takror bo'lib qolyapti, aytayapman. Yomg'irlar ko'p bo'lganligi sababli biz o'ylagan rejamizni amalga oshira olmadik. Ozuqalarni o'zini vaqtida berib, mineral ozuqalarda aytayapman va bargi orqali sepadigan himoya qilish vositalarini vaqtida sepa olmadik. Shuni hisobiga selitrasini endi berdik. Aslida 6 ta 7 ta bar chiqargan makkajo'xorlar bu vaqtda birinchi ozuqasini emas, ikkinchi ozuqasini karbamidini berayotgan bo'lishimiz kerak edi. Xo'p, yana nimani aytmoqchiman? Xarajatlarga umumiy tayyorgarlik ko'ra olmadim. Vaqt masalasi juda ziq. 320 umumiy dala maydonimizni qo'lda choptirdik. Gerbisid sepsam stress beradi, ham vaqtimiz juda ziq bo'lgani uchun ozuqani berib shoshildik, tezroq xumlaymiz deb gerbisid sepsak ozroq kutishimiz kerak edi. O'shanga toqat qilmasdan qo'lda choptirgandik, lekin baribir yomg'irlar orqali kutishimizga to'g'ri keldi. Baribir o'sha vaqtimiz ketdi, lekin xarajatimiz chopiqda ko'payib ketdi. 1 gektariga kamida 3 million so'mga to'g'ri keldi. Ayollar mana shu vaqtda may oyida Surxondaryoda Uzun tumanida 1 kunlik xizmat haqlari 120 ming so'm, 10 ming so'm kelishlari, 10 ming so'm ketishlari, 140 ming so'm, tushliklari 160 ming so'mga aylanyapti. Mana shunaqa xarajatlar bilan gektariga 3 million so'mga aylandi. Jami dala maydonimizni qo'lda choptirganimiz 9 million so'm sarfladik. Mana shu 3 gektardan oshiroq dala maydonini chopiq qilish uchun. Agar sizni dala maydoningiz ko'proq bo'ladigan bo'lsa, albatta har xil gerbisidlar chiqqan. Doim aytaman, Master Power degan gerbisidni Bayer kompaniyasinikini makkajo'xoriga stress bermasdan yaxshi o'tlarni o'ldiradi va bitta tomoni bor, sepganingizdan keyin bir hafta 10 kun hech qanaqa agrotexnik ishlov qila olmaysiz. Himoya qilish vositalari yoki oziqlantiruvchi simulyatorlar yoki xumlash yoki kultiva saqlash ishlarini qilmay turasiz. 10 kun kamida hech qanaqa texnik ishlovlar qilib bo'lmaydi. O'shani hisobini olib qo'yasiz. Nima demoqchiman? Agar dalalaringiz 1 gektar, ko'pi bilan 2 gektar, rosa borsa 3 gektargacha bo'lsa, xarajatiga chidasangiz, chopiq qildirsangiz yaxshi, ildizlarga kislorod kiradi, tomirlari yaxshi rivojlanadi, xarajati yaxshigina bo'ladi. Lekin dala maydonlaringiz katta bo'ladigan bo'lsa, albatta hozir har xil gerbisidlar chiqqan. Gerbisidlar bilan o'tlarni o'ldirsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Texnikamiz ham keldi, texnikamizni ham bitta ko'rsatib o'rasan. Demak, hozir himoya qilish vositalarimizni sepishni boshlaymiz o'rtoqlar. Xo'p, ozgina rejamiz o'zgardi. Hammasini bitta zarbada deb keldik, unaqa bo'lmas ekan. Hozir endi shu 70 sotixlik dala maydonimizga 1 litr aminoz qo'shib yuborishga qaror qildik. Qolganlarini ham asta-asta tushuntiramiz. Texnikamiz keldi. Shom oldi, sal kech qoldi rejamizdan. Dori sepuvchiga necha mana perchetkalariga, maskasiga qo'shing. Gropplantni ham qo'shib yuboramiz bittada endi. Hozir ko'p hammasini alohida qilgan vaqt yo'q. Sodiqjon, taroz olib kelibmiz-ku. Yarim kilolar mo'ljallab qoldirasan, 1 kilolarni beramiz endi mana shu dalaga. Hop, ozuqalarni boshqa narsa aralashtiramiz, ozuqani o'zini qo'shib yuboramiz bakka. O'tgan safargi videolarimizda ham aytdik. To'g'ridan to'g'ri bachokka aralashtirmaslik kerak ozuqalarni yoki himoya qilish vositalarini. Reaksiyaga kirishadi. Reaksiyaga kirishganda ta'sir doirasi torayadi. O'sha hisobda hozir aminoz bilan groplantni aralashtirib qo'shamiz bakimizga, keyin Vinfos bilan Karagenni alohida qo'shamiz. Va Sodiqjon shogirdimiz bugun poddeshkada. Keyingi bloglarda Sodiqjonni ham ko'rasizlar, xudo xolasa. Sodiqjon Instagramda, YouTube'da shogird. Shogirdlar shunday tajriba oshiradi, keyin chiqadi, to'g'rimi, muxlislar? YouTube'ga. Bo'ldi, ozroq solavering bo'lmasa.
Vinfos ham o'zi hidi bad boy dorilardan bittasi. Endi hozir shoshilinchda necha grammdan chiqar ekan Sodiqjon u? 60 grammdan 300 gramm. Himoya qilish vositalarini ayniqsa ko'p ta'kidlab aytyapmiz. 10 litrlik yoki 5 litrlik satrlarda alohida qilib bakimizga alohida qo'shib olamiz. Bo'lmasa bir-biriga reaksiyaga kirishib samaradorligi pasayadi. Alohida qilib olganlaringiz yaxshi. Hozir endi bu 70 sotixlik daraning o'zi alohida. Endi to'liq o'lchaganimiz yo'q, 70 dan 80 gacha bo'lishi ham mumkin. 80 hisobini olib himoya qilish vositalari oziqalar qo'shyapmiz. Vinfosimiz ketdi, Vinfos qo'shilyapti. Hozir bundan keyin Karaganda qo'shamiz endi. O'tgan safar shelatal qo'shdik. Bu safar shelatal olib kelish to'g'risi esimizdan chiqibdi. Shelatal sepamiz. Karaganda mana alohida qo'shilyapti. Ichida ko'rsatib bor, muxlislarimizga bo'ldi. Qaymoq qo'shgan dori bo'ladi Karaganda. Oxirgi o'simliklarni himoya qilish vositamizni qo'shyapmiz Karaganda. Hali aytib o'tdim, tizimli deb. Hali sal shoshinishda noto'g'ri aytib o'tibman. Yesa ham o'ladi degan, yesa ham o'ladi deb, yesa ham o'ladi deganim, bargini yesa ham o'ladi. Bu himoya qilish vositasini sepsa, bargini yesa ham o'ladi, teksa ham o'ladi va tuxum qo'yadigan bo'lsa, ancha-muncha tuxumlarni ham o'ldiradi. Shu bilan boshqa o'zi ko'rib turibsizlar, 80 sm dan 1 metrgacha makajo'xonning bo'yi texnika kirgizamiz. 400 litr bo'ldi. Hozir mana shu 70 sotix dalamizga. Xo'p, o'rtoqlar, shoshilinchda qorong'i tushib qolyapti. Fikrlarim qochgan bo'lsa, nimadir xato aytgan bo'lsam, ayb kuyib yurmaysizlar. Shoshilinch bo'lib qoldi. Texnikamiz biz aytgandan ko'ra 1 soat, 1,5 soatga kechikdi. Shomga yaqinlashib qoldi. Hozir 70 sotixlik dala maydonimizga himoya qilish vositalarini va o'siruvchi simulyatorlar sepgandan keyin narada 50 sotixlik hali ko'rsatgan dalamiz bor. Nimani aytmoqchimiz? Bu 70 sotixlik dala maydonimizga Vinfosdan 350 gramm qo'shdik oxir oqibatda anig'i 350 gramm Vinfos qo'shdik. Kontakt ta'siriga ega, qurtga qarshi. Mana shu 70 sotix dala maydonimizga 325 gramm karagen qo'shibmiz. Qolganini nariyoqqa qoldi karagenimizni bitta zarbada bermoqchi edik. Lekin bu texnikani egasi ukamiz aka bittada sepa olmayman, ikkiga bo'lamiz dedi. Xullas Growplantdan 1 kilo qo'shdik, yarim kilosi qoldi. Aminosdan rivojlantiruvchi oziqamizdan 1 litr qo'shdik. Qadrli do'stlar, tasvirlardan ko'ryapsizlar, kech bo'lib qoldi. Harakatlarimiz uchun like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab obuna bo'lasizlar. Shoshilinchda biror narsani noto'g'ri aytgan bo'lsak, ayb kuyib yurmaysizlar. Tug'ilgan savollarda yozinglar. Keyingi dasturlarda albatta savollaringizga javob bergan harakat qilamiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.